Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlarimiz, qadrli do'stlar. Bugun xudo xolasa navbat gal olmasiga yetib keldi. Ko'rib turibsizlar, o'ta ham serhosil olmalardan biri. Daraxtimiz 8-yoshga qarab ketyapti. Natija 70 kilo. Bu degani yiliga 10 kilodan qo'shyapti degani. Mevani qarang, tiniqligini, katsivasi o'ta yuqori mana. Bu olmaga qizig'i raqobat yo'q. Xudo xolasa hozir mana 23-iyul sanasida umuman raqobat yo'q bu olmaga. Pishgan olmalar bemaza olmalar yo'q, qandaydir eski olmalardan bo'lishi mumkin, lekin mana olma o'ta go'zal olma. Bu sarkashlikka umuman chalinmaydi. Yiliga meva olaveradi. Tog'li regionlarga eksanglar, bunaqa bo'lib mana chiroyli bo'lib rang olaveradi. Hozir issiq hududda Farg'ona viloyati Quva tumanida bu olmamiz. Hosili o'ta go'zal. Kasalligi ham yo'q, qurt ham kam tushadi. Mazasi ham zo'r, suvliligi ham zo'r. Hali po'kib qolib, tezda urinib qolmaydi bu olma. Uzoq muddat turaveradi. Ko'chatlari bor albatta, bizda ko'chatlarni xarid qilish ham mumkin bo'ladi. Videomizga albatta bittadan like bosib, shunaqa olma ko'chat ekmoqchi bo'lgan tanishlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'yinglar. Yaxshi olmalardan biri. Eksanglar bo'ladi, daromadi zo'r. Qizig'i yana bitta nimasini aytib ketamiz. Bu 1 yilda meva kelaveradi. 1 yil egasi keyingi yilda natija ko'rsatadi bu olma. Uzoq muddat kuttirmaydi daromadga kirishda.